Assalomu alaykum. Beruniy beton quyish xizmati obunachilari. Beruniy linizmdagi ishimizni bitirdik. Bu yerda Shavkat akaning uyida ishladik. Bu yerda 360 kvadrat stoyashka quydik. 50 metr bordyur bo'ldi. Bordyurimizning balandligi 90 santi bo'ldi. Stoyashkaning qalinligi 10 santidan yuqori bo'lmadi. Buna ishlagan yerlarimiz. Yine bir marta aytaman. 360 kvadrat stoyashka bo'ldi, 90 metr bordyur bo'ldi. Bordyurning balandligi 90 santi bo'ldi, 90 santidan past bo'lmadi. Yeni 25-30 bo'ldi bordyurdan. Stoyashkaning qalinligi 10 santidan yuqori bo'lmadi. Mana bu yerda men aytib o'tirgan 360 kvadrat stoyashka 90 metr bordyurga plus qo'shilgan bu yerda mana trotuar bor. Qora bitina boradigan. Mana ana shu qo'shiladi. Mana bu yerdan yana yo'lga chiqarliq bor. Burga 50 milyon so'm pul ketdi. Qolaqisi, setkisi, klyonkisi, sementi, shibini, budkamini hammasi ichida 50 milyon so'm pul ketdi.